Bittasi do'zaxga tushib qolibdi-da. Bir yengilligi bor ekan, qaysi qozonda qaynashingni o'zing tanla deyishdi. Unda borsa bittasi hali qozon qaynab yotganimiz shu ustiga og'ir tosh botirib, ustiga toshlar qo'yib qo'yilganmish. Bu yerda kimlar bor debdi. Ya debdi, bu yerda yahudiylar bor debdi. Nimaga buncha tosh bosib qo'ygansizlar boshqa? Debdi, bularga ehtiyot bo'lib qarash kerak deyishdi. Bittasi chiqsa bo'ldi debdi. Qolgan tortishib ketadi debdi. Ikkinchisi borsa qozon qaynab yotibdi. Yarim ochiq ekan. Bu yerda kimlar bor? Bu yerda ruslar debdi. Yer qochib ketmaydi, chiqib ketmaymiz. Sanchiqni bir-biriga tashlab yotaveradilar debdi. Uchinchisi borsa, uchinchi qozonning usti tamoman ochiq emish. Qozonda hali chuqurligi uncha baland emasmish. Bu yerda kimlar borsa, bitta o'zbeklar debdi. Debdi. Qochib chiqib ketmaydimi bir sakrab? Yo'q debdi. Bemalol bitgan. Nazoratchimi yo'q debdi. Nimaga desa, bittasi chiqaman desa, o'ntasi oyog'idan tortadi. لو حتى